akalar, hammaga salom. Bu videoda siz bilan ZAGS va uni asoslari haqida gaplashamiz. Videoning oldida sirazu aytib o'taman, 3 ta asosi bor ZAGSning. Buni birinchisi bu soqqa. Sizni cho'ntagingizdagi, bankovskiy kartangizdagi yoki bank hisob raqamingizdagi sizni pullaringiz. Mana shu soqqa birinchi asosi. Ikkinchisi bu soqqa cho'ntagingizdagi, bankovskiy shotingizdagi, bankovskiy kartangizdagi va umuman sizni aktivlaringiz. Mana shu pullar, mana shu soqqa ikkinchi asosi hisoblanadi. Uchinchi asosiga keladigan bo'lsak, bu eng muhim asoslaridan biri bu soqqa. Cho'ntagingizdagi sizni ishlab topayotgan, sizni bankovskiy kartangizdagi, sizni bank hisobingizdagi pullaringiz va umuman sizga tegishli bo'lgan pullar soqqa. Mana shu uchinchi asosiy va muhim asosi hisoblanadi. Keling endi bularda chuqurroq bir fikrlab ko'ramiz. Avvalambor, bir narsani biz erkak kishi sifatida aqlimizga, miyamizga quyib olishimiz kerak. ZAGS, ya'ni FHDYO, o'zbekchasiga FHDYO va mana shu ZAGS, FHDYO oila, sevgi bilan bir xil narsa emas, bitta narsa emas. Bular alohida narsa. ZAGS har doim pul haqida, FHDYO oila bu sevgi, muhabbat haqida. Bularni aralashtirib bo'lmaydi. Bular bitta narsa emas. Agar sizga birortasi kelib, u ikkalasi bitta narsa deb tushuntiradigan bo'lsa, bilingki bu yoki ahmoq yoki sizni aldamoqchi bo'lgan aferist moshennik. Mana shu narsa bizning esimizda tursin akalar. Endi ZAGSda vujudga kelgani haqida gaplashadigan bo'lsak, ZAGS birinchi bor Chor Rossiyasida paydo bo'lgan va unda nikohni ro'yxatga olmagan. O'zi ZAGSda ham abreviaturasini bir to'liq расшифровка qiladigan bo'lsangiz, зарегистрирование акта гражданского состояния. O'zbekchasiga bu FHDYO fuqarolik holatini dalolatnomasini yozish. Da, naskолько я не ошибаюсь, adashmayotgan bo'lsam shunaqa. Lekin Chor Rossiyasida nikohlar ro'yxatga olinmagan. Ro'yxatga olinishni boshlanishi bu ayollarga to'liq pasport berilganidan keyin va ayollarga endi 100 yil bo'ldi pasport berilishiga. Qandaydir qilib ham huquqi tushuntirildi-yu ayollarga, lekin mas'uliyati cho'ta tushuntirilmadi. Huquq bor odamda mas'uliyati ham bo'lishi kerak. Barchamizga ma'lum, SSSR bu kommunizm. Kommunistlarni tuzgan davlatdir, tuzmoqchi bo'lgan davlatdir, lekin ideyasi utopiya deb hisoblanadi hozirgi kunda. Utopiya nima endi? Utopiya bu juda ham zo'r baxtga olib keladigan harakatu yoki bir tizimu, lekin bu amalga oshmaydi hech qachon. Chunki mana hozirgi o'zimiz bilishimiz mumkin, kommunizm odamning tabiatiga to'g'ri kelmaydi birinchi navbatda. Lekin bunga ham qaramasdan odamlar harakat qilib mana shu kommunizmni yaratamiz deb harakat qilishdi, lekin bankrot bo'lib, yo'qolib tugadi. Sotsializm na puti к kommunizmu bo'lib tugadi. Endi bu kommunizmni o'zi asosini oladigan bo'lsak, bir qisqacha qilib aytadigan bo'lsam, mana Karl Marksning haykallari bor, har xil shior, lozunglari bor, ko'rgan bo'lsangiz. Ulardan bittasi proletariy всех стран, соединяйтесь yoki объединяйтесь degan gapni gapirgan. Endi proletariy nima? Proletariy bu ishchi kuchi, bu рабочий klass hisoblanadi, ya'ni ishlovchi tabaqa. Endi o'zbekchasiga doslovno qilib tarjima qiladigan bo'lsak. Keyin mana Leninlarni, Stalinlarni yozgan gaplarini eshitib o'qiydigan bo'lsak, kommunizm bu diktatura proletariata. Ya'ni mana shu рабочий klassni, ishchi kuchini diktaturasi. Ya'ni ko'pchilikni ozchilikdan ustidan bo'lgan diktati. Ya'ni ko'pchilikni ozchilikdan hukumati, qudrati ustunligi. Demokratiya nima? Demokratiya ham xuddi shu ko'pchilikni ozchilik bilan bo'lgan ozchilikni ustidagi hukmronligi, qudrati deyishimiz mumkin. Mana shu demokratiya. Uje mana shu joyida kommunistlar odamlarni aldamoqchi bo'lganini uje bilib olsak bo'laveradi. Endi hozir mana shu ZAGSni ular mana shunday qilib shakllantirishib, qonuniy nikoh qilib, ya'ni rus tilida brak deyishadi.
endi bizda qonuniy nikoh hisoblanadi. Endi kommunistlarga ZAGS o'zi qonuniy nikoh, brak nima uchun kerak bo'lgan? Odatda kommunistlarning hayotini, kommunizm SSRdagi hayotni olib o'qiydigan bo'lsangiz yoki bir internetda qiziqib izlanadigan bo'lsangiz yoki ana shu SSSR davrida yashab katta bo'lgan yoki oila qurib yashagan odamni bir qiziqib ana shu odamdan so'raydigan bo'lsangiz, sizga meni gaplarimni tasdiqlab beradi yoki yana ham qo'shimcha qilib bir narsalarni aytib beradi sizga. Birinchi navbatda qonuniy nikoh erni kontrol qilish uchun kerak bo'lgan. Ya'ni bitta qonuniga e'tibor bering. Er uyiga kelib xotini uni boshida yong'oq chaqaman desa, er unga yong'oq chaqmaysan deb qattiqroq gapirib yoki so'kib qo'yadigan bo'lsa, yoki pul bermaydigan bo'lsa, birorta xarajatiga ko'ylak to'yga boraman, ko'ylak olmoqchiman, pul bering desa, yo'q pulim bermayman, seni ko'ylagingga yo'q pulim deydigan bo'lsa, xotin ertasi kuni erining ishxonasiga borib, erini boshlig'iga yoki отдел kadrovga kirib, erining ustidan arz qilishga haqqi bo'lgan. Boshliqlar nima qilgan keyin? Majlis paytida ana shu xotini arz qilib kelgan erni o'rnidan turgizib, "Palonchiyev turing" deb, ana shuni hammani oldida so'kib, tanbeh berib, so'kib qo'ygan. Sizni qilib. Mana shu kommunistlarning oila instituti va mana ko'rishimiz mumkin. Endi bizda urf odatlarga, biz qadriyatlarimizni qadrlaganimiz uchun, milliy qadriyatlarimizni bahosini yerga tushirib olmaganligimiz uchun bizda oila instituti uzoqroqqa cho'zilib, yaxshi bo'lib kelyapti hozirgacha. Endi yaxshi demayman-ku, shu jar yoqasida turibdi. Yana 2-3 qadamdan keyin все уже ketadi bizda ham oila instituti. Yana bitta oila instituti uzoqroq yashayotganining sababi bu din. Biz dindor odammiz. Mana shuni sababiga biz oilada ozgina dinimizdagi bo'lgan qonunlarga, qoidalarga e'tibor berib, oila qurganimiz uchun bizda oilalar uzoqroq yashaydi. Chem boshqa SNG davlatlaridagi boshqa oilalarga nisbatan. Misol uchun mana Rossiyada 2025-yilda ajrim 104% ko'paydi. 104%. Endi siz o'ylashingiz mumkin, 4% qatdan paydo bo'ldi? Yo'q, bu 2025-yilda da ajrashganlar, o 2024-23-yilda to'y qilganlar, ZAGSdan o'tganlar, mana shu 2025-yilda ajrashgan. Oila qurganlarning soni ajrashganlarning sonidan kamayib ketgan. Mana shunaqa. Shu sababdan biz ZAGS nimaligini, ZAGSni oiladan ajratib, alohida tushunchaligini biz bilib olishimiz kerak. Mana shu kommunistlar ZAGSni, ya'ni qonuniy nikohni yaratganidan keyin bu o'z o'rnida er bilan xotinning o'rtasiga davlat, ya'ni oila kodeksi aralashishi bu естественный proses, ya'ni bu tabiiy holat. Siz bor, xotiningiz bor, sizlarning ustilaringda har doim oila kodeksi turadi. Mana shu sababli oila kodeksini hamma erkaklarga, yigitlarga uylanishdan oldin bitta o'qib chiqishni tavsiya qilaman. Endi ZAGS qanday moddiy ta'minot bo'lishi mumkin? Mana shu ikkita erkin fuqaro mana shu ZAGSdagi shartnomani tuzganidan keyin, mana shu daqiqadan boshlab ikkalalarini topgan pullari bu bitta hisoblanadi. Farqi yo'q. Tam eri 1 so'm topadi, xotini $1 million topadi bir oyda, ikkalasining общий puli hisoblanadi. Endi bizda odatda kim pul topishi kerak? Конечно, er topishi kerak. Erkak u mujik bo'lishi kerak. Mana shu sababli erkak pul topib boqishi kerak. Lekin ajraladigan bo'lsa, tam xotini bitta olimtoyga telefon qilib kola desa, olimtoy fık etib uchib keladi-da, keyin erda uyga kelsa, olimtoyning patinkasi eshik oldida turgan bo'ladi, olimtoy shkafning ichida o'tirgan bo'ladi. Nima bo'ladi? Ajralish kerak ekanlar. Xotin все уже. Normalniy o'zini hurmat qilgan odam yashamaydi bunaqa ayol bilan oila qilib. Endi to'g'ri yashab yurganlar bor. Endi bu sizlarning o'zlaringni qiladigan ishlaring. Например, menga to'g'ri kelmaydi. Endi nima bo'ladi mana shu joyda? Er 2-3 ishda ishlab, soqani qilgan er xotin nima qiladi?
bolalarga qaraydi, podguznikini almashtirib qo'yadi, pampersini, ovqat pishirib beradi. Yana kir yuvadigan mashinaga kirlarni olib tashlab qo'yadi, bitta knopkani bosadi keyin. Yana u joyga boradi, yana bitta knopkani bosib qo'yadi. Pылесосni yoqib, bunday qiladi, toza bo'lib qoladi. Mana shunday bo'lib, pulni topgan bo'lardi, xotin uyda o'tirib, o'zini bolalariga qarab, o'zini bolalariga ovqat qilib o'tirgan xotin bo'ladi odatda. Qaynotasi ham bo'lishi mumkin uyda. Ularga ham o'ziga pishirayotgan ovqatdan ozgina ko'proqdan, bir ikkita kartoshka, bir ikkita sabzilarni ko'proq qo'shib qo'yadi. Mana shunda bitta ovqat bo'ladi, pishirib shuni qaynonasini oldiga olib chiqadi, birgalashib yeyishadi. Erini kutib oladi. Lekin bitta olimtoyga ko'la zakaz qilishi bunga nima olib kelib beradi endi? O'sha 3-4 ta ishda ishlab, pul topib kelib uyga hamma mashina oladi, ZAGSda shartnomasini tuzib olishganidan keyin, biznes ochgan bo'lishi mumkin, yer olib qo'ygan bo'lishi mumkin, kvartira olgan bo'lishi mumkin o'zini nomiga. Mana shunday qilib o'zini nomiga hamma narsani oladi-da, olimtoyni chaqirgan bilan o'sha ajrashishlari kerak. Ajrashadigan bo'lganida, shunday ZAGSga borishadi. ZAGS bularni takkak farzand bo'lgani uchun, keyin o'rtada sotib olingan mulk bo'ladigan bo'lsa, sudga jo'natadi. Sud hal qiladi o'sha bu ishni. Sud qanday hal qilib beradi? Ikkalasini topgan puli o'rtada farqi yo'q, bittasi ishlaganmi yo ishlamaganmi, yo 1 so'm topganmi, yo $1 million topganmi. Ikkalasini puli общий pul bo'lib, hamma narsa ikkiga bo'linadi. Bundan keyin farzandlar ona bilan deyarli 100%, hatto 99% ona bilan qoladi. Agar siz isbotlasangiz, xotiningiz jinni yoki alkogolichka yoki bir narkoman, mana shu narsani haqiqatan shunaqa bo'lsa va psixически больной bo'ladigan bo'lsa, xotiningiz sizga berishlari mumkin bo'ladi yoki o'z xohishi bilan отказаться qilsa farzanddan, menga kerak emas bola deydigan bo'lsa, men Turkiyaga ketaman, Dubayda xizmat ko'rsatishim kerak deydigan bo'lsa, sizda qoladi. Atak o'shunda ham shunaqa ayollar bor, bolani eridan aliment to'g'irlatib olib onasinikiga olib borib qo'yadi, onasi qarab yuradi, o'zi Dubay, Turkiyalarga ketadi. Yoki bir детский sadiklar bor, bir ikkita chasniy. Mana shu sadiklarda pulini berib qo'yadi, $200, $300 da plus qilib qo'shib beradi. Odatdagi to'lovlarga yana plus qilib ozgina qo'shib beradi. Mana shu sadikda yashab yuraveradi bola. Mana shunday bo'lib, erdan alimentidan ana shu sadikka to'lab qo'yaveradi, o'zi yuraveradi. Lekin glavniysi, bitta eng asosiy narsasi, bu erni bo'yniga bir arqon tashab qo'yadigan momenti bor. Sizni xotiningiz borib, MEPga borib, bitta ariza yozib beradi, mana ko'chaga chiqmasin. Unda bitta yozib bersa, siz ko'chaga chiqolmay, boshqa O'zbekistonda territoriyasidan tashqariga chiqolmay yuraverasiz. Mana shunaqa ZAGS. Keyin yana bitta narsa bor. ZAGSda agar sizni xotiningiz 3 yoshga cho'r farzandi bo'lsa, sizdan tug'ilgan va mana shu holatda ajrashadigan bo'lsalaring, siz xotiningiz sudda aytishi mumkin, men onamnikiga bormayman, yashagani joyim yo'q deydigan bo'lsa, yoki siz uyni bo'shatib chiqib ketasiz, yoki siz xotiningizga bitta uy olib berasiz, yoki arendaga uy olib berasiz va to'lab yurishingiz kerak. Mana shu joylari ham bor. ZAGSda mana shu qonuniy nikohda har doim ko'pgina pul tiqqan odam jabr ko'radi, xolos. Pul bu ZAGS bu pul. Oila bu sevgi, muhabbat. Bular har xil narsalar. Shu sababli ZAGS ham oilaga aralashyaptimi? Demak, kim ko'proq pul tiqqan bo'lsa oilaga, mana shu odam jabr ko'radi ajrimda. Har doim jabr ko'radi. Har doim kim ko'p pul tiqqan bo'lsa, ana shu odam jabr ko'radi. Yutkazadi oilada. Shu sababli sizni topayotgan pullaringiz, pul qanday kelib, qanday ketayotganini faqat bitta o'zingiz bilganingiz yetadi. Endi shuncha gapdan keyin u ZAGSdan qo'rqityapti, borma demoqchi ZAGSga deb o'ylaganlar bo'lishi mumkin. Mana shunaqa o'ylaydiganlarga men bitta maslahat beraman. ZAGSga boring. Qanday qilib deydigan bo'lsangiz, men aytaman sizga. Telefoningizni oling, yozing. ChatGPT'gami yoki birorta искусственный intellektgami yozib, quyidagi gaplarni yozing. O'zbekistondagi erga tegmagan millionerlarning qizini ro'yxatini tuzib berding. Shunday tuzib beradi, ko'pgina qilib.
Mana shularnikiga sekin sovchi jo'nataverasiz. Mana shunda siz hatto bir ozgina bo'lsa ham, qisman bo'lsa ham siz o'zingizni topgan pullaringizni, o'zingizni mablag'laringizni, o'zingizni orzu-havasingizni sindirib tashlaydigan darajada holatga kelmaysiz ajrashganingizda. Yana bitta maslahat berishim mumkin, uylanishdan oldin hatto bir yuristni konsultatsiyasiga borib bir ozgina savollar berib ko'ring. Men nima foyda ko'raman ZAGSdan? Qanaqa foyda ko'rishim mumkin? Menga zarar bo'lmaydimi? deb yuristga savol berib ko'ring. Yoki yuristga pulingiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, oila kodeksini olib o'qing, nima deb yozilganini. Juda ham oson, shu 2 soat vaqtingiz ketadi xolos. Kommentariylari bor отдельный. Mana shu narsalarni o'qib ko'ring. Qonunda birorta bandini tushunmasangiz, mana shunga kommentariysi bo'ladi, ilovasi bo'ladi. Mana shu joylarda tushunib olasiz ozgina. Nimaga qo'l qo'yayotganingizni bir o'ylab ko'rasiz. Atrofingizdagi hamma uylangandan so'rangda, o'qib ko'rganmisan uylanishdan oldin oila kodeksini? O'qimagan. Yuraveradiki, hozir sud bo'ladi, bitta olimtoyga telefon qiladi, sud bo'ladi, keyin o'tiraveradi. Voy, men hamma yo'lda to'g'ri qildim-ku. Men oilam uchun hamma narsaga harakat qildim-ku. Islomda bunday deb yozilgan. Da, to'g'ri, islom, men ham musulmonning farzandiman. Islomda siz idealniy er bo'ling, mana shu idealniy qilib qo'ying hamma yo'lda. Даже 2-3 ta xotin emas, bitta xotinda olib, mana shu idealniy hayot yaratib bering, baribir u ajrashganda siz aybdor bo'lib qolasiz. Mana shu sababli o'zingizni ozgina ehtiyot qilib, nervlaringizni, asablaringizni ehtiyot qilish uchun oila kodeksini bir o'qib ko'ring. Shunaqa akalar, o'zingizni ehtiyot qiling. Ko'rishguncha.